Bugun tromb qanday hosil bo'lishi va uni qayerlarda uchrashi haqida ma'lumot bermoqchiman. Tromb meditsina, ya'ni tibbiyot tilida Verxov triadasi bor. Bu qon oqimini sekinlashishi, ya'ni tomir ichida qon harakatini sekinlashishi, qon quyishqoqligi, qovushqoqligini ortishi va tomir o'tkazuvchanligini buzilishi hisobiga kelib chiqadi tromb. Tromb qayerda bo'lishi mumkin? Tromb juda ko'p organlarda bo'lishi mumkin. Masalan, eng ko'p uchraydigan organlardan birinchisi bo'lmachalar xilpillashi aritmiyasi bor. Bemor doimiy ravishda bo'lmachalar xilpillashi kabi aritmiya bilan yursa, chap bo'lmachada qisqaruvchanlik buzilishi hisobiga yetarli miqdorda qonni chap qorinchaga hayday olmasligi hisobiga chap bo'lmachani biz quloqchasi bor. Shu quloqchada tromb yig'ishi mumkin. Bu tromb agar bemorga to'g'ri taktika qilib antikoagulyant dori berilmasa, keyinchalik aortaga uchib, ya'ni aritmiya hisobidan kelib chiqadigan kardioembolik insultlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu chap bo'lmachani quloqchasida uchraydigan tromb. Ikkinchi tromb hosil bo'ladigan joy koronar tomirlar. Ikkita koronar tomir bor, chap koronar arteriya bu. Chap koronar arteriya ikkiga bo'linadi. Mana ko'rib turganingizdek, koronar arteriyalarda aterosklerotik blyashka bo'lib yoriladi va keyinchalik tromb hosil bo'lishi jarayoni. Mana chap koronar arteriya stvolida, pastga tushuvchi arteriyada va o'ng koronar arteriya. Uchinchi tromb hosil bo'ladigan joyi infarkt o'tkazgandan keyin chandiq shakllanadi. Infarkt zona keyinchalik chandiq keladi va chandiq hisobidan chap qorinchada anevrizma bo'lib kengayadi, ya'ni chap qorincha kengayishi, anevrizmatik kengayishi va shu yerda tromb hosil bo'lishi mumkin. Undan keyingi tromb hosil bo'ladigan joyi bu oyoq venalari va arteriyalarda tromb hosil bo'lishi mumkin. Va keyingi tromb hosil bo'ladigan joyi bu o'sha uyqu arteriyalari orqali aterosklerotik blyashka bo'lib, keyinchalik bemor o'sha aterosklerotik blyashka yorilishi hisobiga tromb paydo bo'lib, bosh miyada keyinchalik gemorragik va ishemik insultlarga sababchi bo'lishi mumkin. Doimiy ravishda shifokor ko'rikka o'tib, qon ivish tizimi va qon ivish vaqti doimiy ravishda tekshirib, shifokoringiz bilan maslahatlashib, kerakli qon suyultiruvchi dori preparatini o'z vaqtida olishni unutmang.